Qarab turibman, Zikrullo. Boshladingmi? Bo'lmasam FC Mobile'da qaysi o'yin rejimiga kirmoqchisan? Yo'q, biron nimani o'rgatuvchi video olmoqchimisan? Aytaver, men tayyorman. It's in the game. Ha, tushundim, Zikrullo. Demak, hozircha faqat seni eshitishadi. Mening ovozimni yozib bo'lmayapti. Mayli, shunday bo'lsa ham video olaveramiz. Voy, uzr, teskarisini aytayotgan ekansan-da. Demak, ular seni eshitishmaydi, faqat meni eshitishadi, shundaymi? Unda men gapirib, o'yinni sharhlab beraman. Sen FC Mobile'da o'ynayverasan. Qanaqa reja bu? Mayli, Zikrullo, tushundim. Obunachilaringga aytishim kerakki, bu teskarisi. Ular seni eshitishmaydi, faqat meni eshitishadi. Bo'ldimi, shumi? Yana nima deyay? Tushundim, Zikrullo. Ekranda xalaqit qilayotgan narsani olib tashlashga harakat qilyapsan. Qaysi narsani aytayotganingni aniqroq tasvirlab berilsa, yordam bera olaman. Yoki o'zing bilib oldingmi? Tushundim, Zikrullo. O'yin ekranida ko'rinib turgan mening muloqot oynamni burchakka olib qo'yding. Endi bevosita o'yin ko'rinishiga xalaqit bermayotgan bo'lsam kerak, to'g'rimi? Bemalol davom ettiraverishing mumkin. Meni ham o'yinga qo'shilasan demoqchimisan? Jonim bilan. Lekin men bevosita FC Mobile o'yini ichida senga qarshi o'ynay olmayman. Men shunchaki senga Ha, shuni ayt. Men ham sen bilan birga o'yiningni ko'rib tura olsam edi, juda zo'r bo'lardi. Hozircha faqat seni tinglab